Assalomu alaykum akalar. Mana xudo xolasa Niyabishning eshiklarida narxlari va fasollari bilan tushuntirib o'tamiz aka. Bir bosh eshiklarni tushuntirib beraverasiz akajon. Bu eshiklarimiz endi krashli eshiklar aka. Bosh zamoglari ham turetskiy 25-30 dollarlar zamoglar bilan. Xo'p. Hop, bularimizni kvadrati oynasiz holatda 2,5 million so'm olinadi. Oynasi klientni o'ziga xohishiga qarab turib o'zi olib beradi. Biz razmerini shuni olib beramiz. Olib bersa, qo'yib berish. O'rtacha mana shu bitta eshikka necha pullik oyna ketadi mana shuna qimmat oynakdan bo'lsa? 60 dollar, 70 dollargacha mana shu holatda oyna bo'ladi aka. Xo'p aka. Tushunarli bunisi. Qolganlarimiz mana shu cho'la qatordagi eshiklarimiz. Bularimizni narxi 1 million 800 ming so'm. Bularda ham hamma zamoglari o'sha 25-30 dollarlik zamoglar. Magnitli ekan, asosiy. Ha, magnitli. O'z sotib oladigan. Hammasi eng sifatli eshiklar. Bu kraskalarni ham turetskiy, italyanskiy kraskalar sepiladi. Ha. Ko'pchilik shimimaydi, boshqa bo'lmaydi. Boshqa bo'lmaydi. Hammasi hozir mana shu ko'rsatib turganlari 8 lik emlifdan bo'ladi ekan. Xo'p. Bunimiz ham 8 lik emlifdan bo'ladi, faqat atkilatga ko'rinishdan bo'ladi. Bunimizni kvadrati 2,5 million so'm. Xo'p. Keyin bu eshigimiz bor. Bu eshigimiz 8 lik emlift ustiga shipon. Yog'och materialdan olingan nimani ustiga presslab bosganmiz. Bunimizni kvadrati 4 million so'm. 4 million so'm. Buning ichida kiradi oshmoshi ustanovkasi, orqada atkozlarni o'rab bergan daburlarga, nalichkalargacha kiradi, magnit zamoklargacha kiradi aka. Hammasi kiradi aka. Xo'p. Bularimizni mana shu qatorimizni narxi 3 million so'm aka. Xo'p. Bo'ylari baland, buni ham o'sha ichiga hamma narsasi kiradi. Oshmoshi, zamok, ustanovka, O'zbekiston bo'ylab dastavka, nalichka, davot hammasi kiradi. Bularimiz narxi. Shatlankalari ham bor. Misol shatlanka. Bu ham akajon endi shunda oynaklari alohida hisoblanadi shu aytgan narxingizdan. Yo'q, bularimizni oynaga ichida bo'ladi. Ichida necha pul dedingiz? 3 million. 3 million so'm 1 kvadrat metri. Bunga ham kiradi arqoldi, mana bunaqa nalichkalari, atkozni o'rab berish hisobi kiradi aka. Bo'ldi, tushunarli. Bu qatorimiz bu birlik, bularimiz 8 lik emliftdan. Birlik eng qalinida endi, eng qalini. Birlik emliftdan yasalgan. Bularimizni kvadrat metri 3 million so'm. 3 million so'm. Eng qalin emliftdan ishlangan. Magnitli zamoklarda eng trenddagisidan ekan. Eng trenddagi, eng so'nggi model zamoklar hammasi. Hop, bunimizda kvadrat metri 2,5 million so'm bunimizda. Buni ham ichiga o'sha hammasi kiradi. Oshmosh zamoklarimiz hammasi sifatli, hammasida xudo xolasa. Biz krashingni endi bu kraskani men ham uncha ustalikda xabarim bor aka, ustaman. Buni bir komponent, ikki komponent deydi-ku. O'shani ham o'sha ikki komponentli yaxshi kraskadan sepiladi aka, turetskiy. Yaxshi. Choklariga ham hammasiga javob beramiz. Choklar ham xudo xolasa ideal holatda. O'zi hali Toshkentda ish qilib yuradigan, etbetda ko'rgan odamlar cho'mchasi, zakaz qilgan baribir chokiga, etbetiga qarab maqlatda baribir. Oshmoshlar ham o'sha o'yib kirgiziladigandan ekanda, aka. Hali tashlab netib osilib ketmaydi. Osilmaydiganidan ekan, o'yib kirgiziladi. Eski oldingi qalin oshmoshlardan keyin rezinkalari ham bo'lar ekan aka. Taraqa-taraq, sharaqa-sharaq bo'lmaydi ekan. Aka asosan nech metrgacha yasab beriladi? Misol bez framoga bunaqa ko'z tushmasin desa, nech metrgacha endi do'lasdan 3 metrgacha ochilishlaring yasab berilar ekan. Xohlasalaring baland joylarga framoga qilib berib, kerakli 2 metr yo 2,5 metr holatda ochib berilar ekan aka. Bularimizni narxi qancha akajon? Bularimizni narxi 2,5 million so'mdan hammasi. Hammasi bir qator. Bular ham o'sha magnitli zamokdan. Hammasi magnitli. Eslatib o'tamiz akalar, tevaga 2 ta, pastga bitta, o'rtaga bitta, 4 ta petli oshmosh bo'lyapti. Stobi eshik osilmasin, tashamasin degan hisobiga endi aka. Klientlar o'ylagan holatda xudo xolasa. Mana bular ham o'ta boshqacha bortlarda alohida terib chiqarib, bo'lni qo'l mehnat keltirib qo'yishdi buni. Xohlasalang uylarning dizayniga qarab kataloglar ham bor aka. Kataloglar ham bor. Xohlagan rangda, xohlagan stilda, puliga qarab, mehnatiga qarab, endi klientdan kelib chiqib turaveramiz. O'shanaqa. Endi aka
har xilimiz o'rta hol, puli bor, hali biznesi bor, nimalar bor. Endi o'rta hollarga mablag'ingizni tavsiya qildingiz. Endi bular narxi bilan bir tanishtirib o'tsangiz aka. Bularimiz narxi aka 800 ming so'mdan xohlagan rangda, xohlagan razmerida bor. Oshmosh zamok yo'q, lekin bularda. Xo'p, oshmosh zamok yo'q. Atrofida nalichkasi bor. Dabori yo'q, orqa atkoz o'raygan dabori yo'q aka. Nalichkasi bor. Mana shu holatda 800 ming so'm kami bor aka. Kami bor. Ustanobkalari bilan aytasiz, endi ko'pchilik yana ustanobka usta axtarib yuramanmi, boshqa qilamanmi deb o'shani hisobini primini xomshot qilib nima qilib bersangiz, agar ustanovka hamma xizmatlari bilan keladigan bo'lsak 800 ming so'mni o'rnatib beraveramiz aka. mana shu holatda nalichka zamoklari bilan. Zamoklari bilan. Bu eslatib o'taman 06 lik endef high-tech fasonda bo'ladi. Korobkalari ham sasna bular aka. Bularki qanaqa bo'ladi? Bularkini so'ramabmiz lekin. Bularimizni korobkasi yog'och sasnadan ustiga endef materialni qoplab chiqqanmiz aka, chiroyli qilib. Bu shtovi bir xil ko'rinib ketish uchun, eshik bilan bir xil ko'rinish uchun endef materialni ustiga qoplaganmiz aka. Qoplangan. Keyin shtovi aka endefni reka endi sasna yog'och ustiga qoplangani hisobi men eshitganman aka. Misol sasnani qachon 1 yil 2 yildan beri sasnani yog'i bo'ladi. Yog'i chiqadi, oq narsani sarg'aytirib qo'yishi mumkin deyshadi. O'shani hisobini ham olingan ekan. Demak, endi bu endi sasnadan bo'ladi, puliga yarasha endi. Hamma narsa puliga yarasha bo'ladi. Oilalarga misol uchun ochib yopilib nima qilib tursa bo'ldi degan oilalarga qo'yib berilaveradi. Qo'yib berilaveradi. Mana xudo xolasa siz xohlagan turda, xohlagan stilda chiqarib berilaveradi. Xohlasalar internetdan topib qilib bersa ham fasonni yaratib berilaveradi, akajon. Bo'ldi akalar. Xudo xolasa pastda nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Chiroyli qilib ishlarini bitirib beramiz, xudo xolasa akalar. Bittadan like deb bosib qo'yasizlar, Instagramdan chiqib qolsa akalar.